Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizni muntazam kuzatib turadigan obunachilarimiz. Xo'p, navbatdagi to'y va marosimlar uchun chiqariladigan prokat stol stullarimiz tayyor bo'ldi. Bu xudo xolasa Qamash tumani Chimga chiqarib yubordik. 210 kishilik 35 kampirlik bo'ladi. Mana bunda 35 kampirlik bo'ladi. Xo'p, buni sizlarga hozir to'liq obzor qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar. Xo'p, prokat stolimizni birinchi bo'lib xon taxtasidan boshlasak, xon taxtasining razmeri uzunligi 1,5 metr bo'ladi, eni 75 sm bo'ladi. Yerdan tepagacha 75 sm ni tashkil qiladi. E'tibor berasizlar, faneri birlik faner bo'ladi. Ustlari 2 marta lak sepilgan. Yomg'irlardan himoya qiladi. Xudo xolasa, pastki qismlari yig'iladigan bo'ladi. Stolini bir donasiga o'rindig'iga keladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar. O'rindig'i materiali moyshi bo'ladi. Turbalar 20 lik turba, bir stenka qalinlikdagi turbadan tayyorlangan. Svarka joylariga e'tibor bersanglar, tashqi tomoni ham, mana ichki tomoni ham svarka qilingan. Xudo xolasa, bitta ham ochiq joy qolmaydi. Pastki qismlari mana boltkaga qilingan, mustahkam qilib, to'yga chidamli qilib atvasa bo'ladigan material. Xudo xolasa. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa, agar donaga oladigan bo'ladigan bo'lsa, bitta donasi 130 ming so'm. Mana bu kampirlikda oladigan bo'lsanglar, 6 taligi 1 million 300 ming so'm, 8 taligi 1,5 million so'm. Xo'p, endi buni qanaqa foydali taraflari bor, buni sizlarga to'liq tushuntirib beraman hozir. Buni foydali taraflari to'y va marosimlarga chiqarib, kuniga 300 ming so'm, 400 ming so'm daromad qilsa bo'ladi. Agar kim mana shunaqangi biznes bilan shug'ullanadigan bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Sizlarga chiroyli narxda yetkazib tayyorlab beramiz. Pastda raqam qoldiramiz hozir. Bu biznesni o'zi bilganlar biladi, qanaqa biznesligini. Shu to'y va marosimlar uchun chiqariladigan. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, bitta uyga tayyorlab qo'ysanglar, kunlik qo'shimcha daromad bo'lib turadi. Agar kimda kim shunaqa biznes bilan shug'ullanadigan, qiziqishi bo'ladigan insonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Shu raqamga aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.